ko'z toliqishi, qovoqlarning osilishi, bo'yin va boshga og'riq olib kelishini bilarmidingiz? Bu borib hatto ko'rish qobiliyatini ham pasaytiradi. Men Isakov Ruslamjon, doktoral klinikasida plastik xirurg sifatida ishlayman. Ish faoliyatimni Toshkent tibbiyot akademiyasidan boshlaganman. Blefaroplastika amaliyoti har doim ham chiroy uchun qilinavermaydi. Bu amaliyot qilinishiga alohida ko'rsatmalar mavjud. Ko'z ustidagi qovoqlar osilib, ko'rishga xalal berganida, ko'zda, qovoqlarda asimetriya, ya'ni ikki xillik yuzaga kelganida, osilgan qovoqlar tufayli bosh va bo'yinda og'irlik hissi paydo bo'lish boshlaganida, hatto ko'z yoshlari ko'p oqib boshlaganda va ko'z qurish holatlarida ham bajariladi. Lekin agar blefaroplastika amaliyoti o'z vaqtida qilinmasa, ko'rish kengligi tobora qisqarib, bosh og'riqlari surunkali bo'lib qoladi. Eng yomoni, kishi o'zi sezmagan holatda qoshlarni ko'tarib yurishga odatlanib qoladi. Asli bu amaliyot sizga kerakmi yoki yo'q? Buni bilish uchun quyidagi raqamlarga qo'ng'iroq qiling va konsultatsiyaga yoziling.